Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Toshpo'latov Alimardon. Bugun sizlar bilan 26-dars data mavzusini ko'rib o'tamiz. Date aniqrog'i vaqt bilan ishlashni o'rganamiz. Xo'p, date bizada JavaScriptda sanal vaqtlar bilan ishlash uchun ishlatiladi. Date obyektda hozirda sanal vaqtni olish, formatlash uchun ishlatiladi. Xo'p, qanday olinadi? Bizada new data qilib hozirgi vaqtni olishimiz mumkin. Masalan, console logga new buni bitta o'zgaruvchi ta'minlaylik. New data date console logda now deb ko'ramiz. F12 bosaman. Mana bizga hozirgi vaqtni ko'rsatyapti. 30-sentyabr soat 2:02. Bizning vaqtimiz mana to'g'ri. Xo'sh, endi oy, yil, kun, minut hammasini alohida ko'rishimiz mumkin. Uning uchun bizga get full year, get month, get data, get day, hour, minute, second, millisekund qilib ko'riladi. Day desak hafta kuni hisoblanadi. Ya'ni 0 dan 6 gacha. 0 yakshanbaga to'g'ri keladi. Date qilinadigan bo'lsa bizada kunni ko'rsatadi. Now nuqta get data qilib ko'ramiz. F12 Xo'p, bugungi sanani ko'rsatyapti 30. Xuddi shunday boshqalarni ham sinab ko'rsanglar bo'ladi. Get masalan get hour soat, get month oy 8-oy deyapti. Endi bitta orqada ko'rsatadi. Get year full year deymiz. 2025. Mana shunday har bitta sanalarni ko'rib, keyin bularni qiymatlarini olib biz har xil o'zgarishlar qilsak bo'ladi. Masalan, kalendar yasasak bo'ladi. Va masalan, qanchadir vaqtdan keyin skidkalar tugashini, ya'ni chegirmalar tugashini aniqlashimiz mumkin. Yoki saytning o'ziga qanaqadir taymerlar, vaqtga bog'liq taymerlarni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh. Va bizada mana bunday hafta kunlarini harflar ko'rinishida olishimiz mumkin. Bu tool local string yordamida olinadi. Xo'p, bu har xil tillarda mavjud. O'zbekcha, inglizcha, ruscha qilib olishimiz mumkin. Tool local string yordamida. Console log yuqoridagilarni o'chirib turaman. Now to local string stringimizni ichiga birinchi qaysi tilda olishimizni aytamiz birinchi parametriga, ikkinchi parametriga esa o'zi qaysi ko'rinishda chiqishini aytamiz. Xo'p, masalan, uz chiziqcha uz mana shuni yoziladi. Virgul. Keyin obyekt ko'rinishida ochiladi. Masalan, weekday hafta kunlari. Weekday va qanaqa usulda? Masalan,
long, uzun. Ana tashqari ikkitalik ishlatsak, kichkina harf yozaylik. Long. Bu yerda qo'sh tirnoq qolib ketibdi. Buni olib tashlaymiz. Xo'sh, endi buni ko'ramiz. Qiymatini true deb chiqardi. To local string bo'lib qolibdi. To local data string qilamiz. Baribir ham shunday deyapti. Weekday degan so'zni xato yozdim. Ingliz qaytaryapti menimcha. Tuesday deb. Mana Tuesday. Ko'rinishda qaytaryapti. Xo'p, buni run qilib ko'ramiz. Mana seshanba. Xo'p, keyin buni short holati bor, qisqa. Short holatini ko'ramiz. Mana sesh deb qo'ydi, ya'ni qisqartirilgan holatda. Mana shulardan foydalanamiz va kalendarlar yasashimiz mumkin ekan. Xo'sh, bo'ldi. Endi vazifa mana bu mini kalendarda yasash kerak bo'ladi. Bu yerda oy berilgan, bu yerda hafta kuni, bu yerda kun va yer. Har birini alohida tanlab, mana shu ko'rinishga keltirib olasizlar. Xo'p, shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.